Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Muslim Chorva kanalining hurmatli obunachilari, bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, chorva ishqibozlari. Mana semiz buqa ishqibozlari bormi akalarim? Mana paltarashga 2 dona Qirg'iziston parodi buqachalarimiz bor. Buqalarimiz. Buqachalar deb o'rganib qopman. Mana paltarashga 3 oy boqaman yoki uka 4 oy boqaman deydiganlar bormi? 2 dona mana buqani zo'ridan. Hashaki mollar emas. Ikkosi ham Qirg'iziston parodi. Sifati kuchlik, rangi ham hamma yo'q toza buqalar. Xudo xolasa, kimgadir ma'qul bo'lsa sotiladi akalarim. 2 dona buqani zo'rlarini, orqalari ham keng, yem yeb turgan akalarim. Sammigilanis bular yem yeb turgan buqalar. Akalarim mana. Orqalarini ham ko'rib turibsizlar. Kichkina mollar emas, arvay mollar emas akalarim. Kuz oylarida o'zimdan olganman. Qirg'iziston parodani kelajagi qanday deydi-da. Masalan, Toshkentlik yoki Vohali akalarimiz bor. Qirg'iziston paroda qanaqa semiradi deydi. Mana. Kuz oyida oktyabrda olingan mana shular 8 millionlik atrofdagi mollar. O'zingizlar hisoblayverasizlar-da akalar. Necha oy o'tdi? Mana semizligini ko'ringlarchi. Ikkosi ham 2 yasharli buqalar akalarim. Yem yeb turgan paltarashkada endi. Paltarashka buqalar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Akalar yaxshi bilasizlar. Yana qaytarib o'tyapman. Kimgadir ma'qul bo'lsa, uka 3 oy boqaman yo 4 oy boqaman deganlarga shu buqalar sotiladi akalarim. Bo'ylarini o'lchadim. Buniki 1.23 chiqyapti akalar. Buniki 1.25 chiqyapti bo'yi. Endi plus minusda, chunki bo'yini engashtirib olyapti. Shuna qilib oldim. Oldidan 1.25 chiqdi. 25 dan ham baland chiqadi inshaalloh. Xudo xohlasa, ko'ryapsizlar, kichkina sement 3-4 oylik sementallarni ham 23 million, 22 million qo'yishyapti. Mol olishda adashmanglar. Akalarim, ikkosiga endi nech pul narx qo'yishim mumkin? 26-27 million deb sizlar boshlar qatirishimi umuman kerak yo'q. Hammani ko'zi ochiq. To'g'risi-da, 26 million, 27 million deb bozorda bo'lsa aytishim mumkin. 30 million kam bor, so'ranglar deyishim mumkin. Bu bozor emas. Siz negativ ko'payadi. 26-27 million emas akalarim. Jupiga 24 million so'mdan 48 million so'm bo'lsa, ozginadan hayrana qilib beramiz. Xudo xolasa dastlabkasini kelishamiz akalarim. Mana tepalarini ham ko'ryapsizlar, arva kichkina mollar emas. 24 million so'mdan bo'lsa, 48 million so'm bo'lsa, jupini kelishamiz yana. Lekin xayri ko'p emas. Xudo xolasa yaqinlashtirib aytayapman. Endi dastlabkasini vodiy bo'ylab kelishamiz. O'zimda ham labo bor, bitta labo ko'taramiz, uzoq yo'lga ko'tarmaydi, bilmayman. To'g'risi 400 kilolik atrofdagi mollarda bular. Xudo xolasa dastlabkasini kelishamiz mana. Orqalarini ko'ryapsizlarmi? 3 oy, 4 oyda yetiladigan buqalar akalarim. Uka menga ma'qul bo'ldi deganga sotiladi-da, nima qilinadi akalar? Sizlardaligi 30 million so'm, 27 million deb boshlar qatirgim kelmadi. Hashaki mollar ham emas lekin, Qirg'izistonning mollari. Mana. Bellarni ko'ryapsizlarmi? Bellari tekis bo'lib bo'lgan o'zi. 3 oy, 4 oy boqaman deganga sotiladi-da. Mana bo'lsa, ozgina kattaroq, ozgina. 1-2 sm xolos bo'yi. Mana. Ikkosi ham oq quloq, oq tumshuq. Mana. Ranglari ham o'ziga yarashgan buqalar akalarim. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. To'g'risi hali osib qo'ygim kelmadi. Mana qanday holatda bo'lsa, shunday holatda turibdi. Qolamiz akalarim. 48 million bo'lsa, jupiga kelishamiz. Oz-moz kelishamiz. Konkret oladiganlar aloqaga chiqinglar akalarim.